Nima uchun ustalar vaqtida ishni bitirmasligini tarixiy bir sababi bor ekan. Bugun shu rivoyatni sizlarga aytib beraman. Bundan millionlab yil avval bir g'or qurilishi kerak bo'lgan, g'or. O'sha g'orni qurilishiga ba'zi toshlar kerak bo'lgan va o'sha toshni yo'nib tayyorlab olib kelish kerak bo'lgan usta aytgan vaqtida olib kelganligi uchun o'lib qolgan ekan. Ya'ni masalan bir haftada toshni bitirib kelaman degan, yo'nib tayyor qilib bir haftada olib kelgandan keyin o'lib qolgan. Mana shu narsadan keyin ustalarning orasida gap tarqalgan ekanki, aytilgan vaqtni, aytilgan ishni aytilgan vaqtda bajargan usta o'lib qolishi mumkin degan ehtiyotkorlik nuqtai nazaridan ataylab aytilgan vaqtida ishni bitirmaydigan bo'lgan ekan ustalar. Bundan bir 40 trillion yil avval Neandertal paytda xullas bildinglar. O'sha paytda toshdan qurilar ekanda. Klint bilan ustidagi o'ri qilib, usti bitirib bo'lgandan keyin klint sarazi pul bergan ekan. Xursandligidan usti o'lib qoldi. Shuning uchun uy egalari odat qo'ygan ekan. Vaqtida bersam ustalar o'lib qoldi. O'shaning uchun vaqtida berish kerak emas ekan deb mana shu odat chiqib kelgan ekan.